Oyijon! Oyijon! Bolam! Bolamda nima ayb? Qishloqdan bolam yoqish uchun keldingizmi? Nimaga yoqasiz? Men seni yemay yedirdim. İçmay ichirdim. Otang erta olamdan o'tib ketdi. Begona otani qo'lda qolmagin deb turmushga chiqmadim. Senga butun yoshligimni baxshida qildim. Sen esa qarigan chog'imda meni tashlab ketding. Bolangni ham qiynalib katta qilganing bilan u ham seni tashlab ketadi. Xuddi senga o'xshab. Men tortgan azobni his qilmasligim uchun bolangni yoqib yubordim. Xo'p, nimaga yoqasiz? Nima dardingiz bo'lsa menga aytmaysizmi? O'zim hammasini hal qilib berardim. Nimaga? Men qishlog'imga ketdim. Meni yoqishingiz kerak edi, meni. Bolamda nima ayb? Qaramaysizmi seni?